Oshna nima qilyapsan? Shu gazoblogi suv bochkasini tayyorlayapman. Endi bu shablon hisobida ham bo'ladi. Mana shu litrlarni hisobini olib qilish uchun bu kattasi emas, mini ham gazoblog ham penablog ishlab chiqaradigan suv yo'nqisida hali bitganda ham bir qator tanishtirib qo'yamiz. Endi shu boshlab turdim. Endi sizlarga buni to'xtatib, penablog, gazoblog ishlab chiqarish bundan qancha daromad qilsa, qancha pul bilan boshlasa bo'ladi, shularni batafsil tanishtirib boramiz. Birinchi penablog uskunasidan boshlaylik. Penablog uskunamizda mana bunaqa pena generator 100 talik kaplon gaz balondan tayyorlangan, ishonchli. Buni ichiga ko'pchilik gaz damlanadimi, nima deydi? Yo'q, buni ichida havo bo'ladi, suv bilan havo bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Xavfli narsa emas, bu oddiy narsa. Mana 60 20-30 razmerdagi 6 talik qolipdan 3 dona bo'ladi. Har bitta qolip 6 talik bo'ladi. Shundan 3 tasi 18 ta chiqadi. Qolipga qo'yasiz, 15 minut olib qaytadan qo'yilavergan hisobiga bir komplektda 200 ta atrofida quysa bo'ladi. Faqat qo'shimcha qolip qo'shib 500 ta 600 tagacha ham quysangiz bo'ladi. Qolgan narsalar bu yerda ulgib beraveradi. Mana bu обычный qolip. Belida bir qator profil bo'ladi. Bu qolipdan 3 dona va 50 talik kompressor, mikser, ichida pulsator shlankalari bor. Bonusiga latok listi, kolonna listi va bunaqa rastor bochkasi va penalari bo'ladi. Bu обычный komplektimiz $750 Vodiy bo'ylab, $800 O'zbekiston bo'ylab. Mana endi belida ikki qatorli profilli komplekt. Komplektlarimizga e'tibor bering. Komplektlar faqat qolipida farq qiladi xolos. Qolgan hamma narsa bonuslari bo'ladi. Bunda bunaqa ikki qatorli profil, narigida bir qator bo'lsa, bunda ikki qatorli profilli qolipdan 3 dona bo'ladi. Bochkasi, pena generator, mana kompressor, mana mikser, pulsator, shlankalar, latok, tumba hamma narsasi bo'ladi. Faqat bash belida ikki qator qilib usulini qilingani hisobiga bu komplektimiz $780 dan vodiy bo'ylab, agar vodiyda uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, $830 dan olib borib quyishlarni o'rgatib ishga tushirib beramiz. Bu komplektimiz. Endi mana trendda bo'lgan yevro komplektimiz. Har bir palastalarga profil qilib usulini qilingan, oshiq-moshiqlar qo'yilgan, hattoki taglarida ham profillar baquvvatlardan qilingan komplektimiz. Bunda ham o'sha 60 20 30 tekst variantida chiqadi bu yevro komplektimizda. Bunda ham hamma narsasi rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser, qolgan hamma narsasi bir xil. Faqat qolipida usulini qilingan hisobiga yevro komplekt hisoblanadi. Bu komplektimiz $850 dan vodiy bo'ladi. Agar vodiydan uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, $900, $1000 sotilgan komplektlar hozirgi kunga aksiya qildik. Olib qoling. Xudo xolasa sezonda meni mahsulotlar, xomashyolar, narsalar oshishi, mana metallar oshishi hisobiga oshib ketishi ham mumkin. Bugungi kundagi narxlarimiz xuddi shunaqa. Endi akalarimiz so'rashuki, u 60 20 30 emas, 40 50 20 deyishi mumkin. Bu 40 50 20 ni обычныйsi. Bu ham narigi обычныйimiz bilan bir xil $750 dan vodiy bo'lib, $800 dan O'zbekiston bo'lib. Bunda ham hamma narsasi, pena generator, kompressor, latok, tumba hamma narsasi bo'ladi. Agar manaqa yotiq qolipli komplekt qilaman deganlar, bu yevro yotiq qolipli komplektimiz. Bu komplektimiz ham $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'lib. Bu ham o'sha 6 tadan bo'lsa 3 tasi 18 ta chiqadi. Shunaqa komplektimiz bu. Bunda ham hamma narsa, pena generator, rastor bo'yicha hamma narsasi bo'ladi. Prosta pastli hisobiga rastor quyilishi osonroq bo'ladi. Ham bunga gazoblog mini mishalkasini hozir olib kelinyapti. Sotib olganini bugun olib ketib qolish uchun olib kelinyapti. Hozir qo'yib qo'yamiz uni kraska qilib. Mini mishalkasi bo'lsa, shu bilan gazoblog ham kerak bo'lsa chiqarsa bo'ladi. Endi mana yevro komplektimizning legoli varianti. Bu yevro komplektda ichida manaqa Lego list qilgan bo'ladi. Bunda ham hamma narsasi bir xil 60 20 30 chiqadi, faqat figurniy chiqadi. O'shaning hisobiga bu komplektimiz $900 vodiy bo'lib, $900 $950 O'zbekiston bo'lib qilib beramiz. Bu komplektda hamma narsasi bo'ladi. Bunda latok tumbalari ham legolik bo'ladi. Mana qolip ham hammasi legolik. Qo'shimcha listlar, tekst list kerak bo'lsa olsangiz, ertaga tekst ham chiqarsangiz bo'ladi. Endi mana bu turbalik. Bu urib bo'lgan, bir-biriga sviyaska bo'ladigan, ikkita teshigi bor. Juda mayda ish, yasalishi ham juda qo'lni oladi. Narigidan kerak bo'lsa 10 ta yasasa, bundan bitta yasaladi. Shunaqa vaqt oladigan ishlik
qolipli komplektimiz vaqtida 1200-1300 dollar sotilgan. Bu komplektimizni aksiya qilib 950 dollardan vodiy bo'ylab 1000 dollardan O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Bunda ham o'sha pena generator, latok, tumba hamma narsasi bo'ladi. Faqat mana shu qolip yevrolik turbali teshiklik bo'lgani hisobiga shunaqa narxlar. Endi pena blok o'zi nimalardan ishlanadi deganlar uchun pena blok gips, sement, suv, penadan ishlab chiqariladi. Bu xomashyolar muammo emas. Masalan, pena degani ko'pik degani. Ko'pik oddiy idishadigan geldan, soda, shampun, umuman shunaqa ko'piruvchi narsalardan tayyorlanadi. Xomashyolar muammo emas. Bitta ishdan masalan 3000-4000 so'm daromad qilsa bo'ladi. Bu ham o'ta daromadli biznes. Yomg'ir qorda vobshe ziyoni yo'q. Mana ko'radigan bo'lsangiz, yomg'ir qorlarda mana turibdi. G'ishlar hech nima qilgani yo'q. O'zimizda ham mana imoratimiz ham, o'zimizning xonamiz ham shunday qilingan. Bolalar bemalol ichkarisida foydalanishyapti. Pena blok shunaqa. Endi gazoblok manaqa mishalkasi, qoliplari, suv yonkisi, riskasi shunaqa bo'ladi. Gazoblogini hozir bularni ham ertaga olib qo'yamiz. Hozir sotib yuborilganida, xudo xolasa ertaga o'rniga sразу to'ldirib qo'yamiz. Bugun ulgura olmay qoldik. Bu gazoblok uskunamiz 1,5 ming dollardan shu joyida agar 1,5 ming dollardan joyida dastavkalar shu adresga qarab qo'shimcha qolip deganlar uchun qo'shimcha qoliplar yetarlicha bor. Mana pena blokga manaqa 30-60 razmerdagi manaqa qoliplar deysizmi? G'ishtashcho aravalar, rastorbochka, umuman hammasidan bor. Mana pena blok ko'rayotgan bo'lsangiz 3 xil g'isht turibdi. Abishni komplekti mana shu uchalasi chiqadi. Bonusda qo'shilgan latoga tumbasi, o'zimizning abishni qoliplarimiz chiqadi. Pena blokga har bir narsalarni masalan отдельно qolipini o'zini olaman deganlar bo'lishi mumkin. O'zini ham masalan pena generator, aytilgan narsasini bo'lib ham sotilaveradi. Tomsoq apparati ham bor. 300 dollardan shu joyida rastorbochka, pena generator, kompressor, mikser bo'ladi. Uni ham O'zbekiston bo'ylab olib borib qo'yishlar o'rgatib ishga tushirib beriladi. Ekranimizdagi raqamlarga aloqa qilsangiz batafsil ma'lumot olasizlar, zakaz qilsanglar bo'ladi. Kanalimizga a'zo bo'lib like bosishni unutmang.